Mashq yo'llardan boshlaymiz xudo xolasa. Kimdan ekan hoji aka? Mendan qo'yam, mendan. Hech bilagan hoji tog'a bu? 40dan qilib beraman. 40 ming so'mdan. Ha. To'rtta. 40 mingdan ekan kelaman. 12-may sanasi 2026-yil. Andijon Cho'ja bozoridamiz, Shahrixonda. Mana yarimi qora ekan kelamanlarda. Ko'z tegmasin. Hoji aka nech puldan bular? Ha, o'yidan bitta 120 kam bor, 100 mingga berilyapti. 100 mingni gallanizki panda, o'zi pandaga o'xshar ekanda. Turdi qaranglar, haqiqatda. Ha. Gazondichiga qo'yib yuborishlar ekan aka. Ko'z tegmasin. Yana bormi, serobmi? Ota-onasi bor edi. 7 tadan 8 tadan bola beryapti. Bir yilda necha marta tug'adi? 5 marta to'ladi. 5 ming. Bular ham sizdanmi? Telefon nomer ayting. Qiziqqanlarga. 120 ga bering ikkitasi. Allamaydi. Bedani qurib bering zo'r bo'ladi. O'zini mayli yemi bor. 120 ikkita qo'yadi. Xudo qilsin. Barakasini bersan aka. Mana maqda ham bor ekan, Ko'z tegmasin. Nech puldan bular aka? Yo olindimi? 30 mingdan. Ko'z tegmasin. Quyonlar sizdanmi oshtoq? Nech puldan? Ularmi? Ha. Har xil. Ular 40 mingdan deysiz. Ha. Bularchi? Bu kattalari 100 mingdan. Kattalar 100 mingdan. Kichkinalari 50 dan. 50 dan. Bularchi? Bu 60 dan. Bular 60 dan. Bitta partiya shekiliga bulari? partiya. Hoshtaga bitta opa yozibdi kommentariyaga. 3 oylik quyonga nima bersa bo'ladi deyapti. 3 oylik quyonganmi? Ha. O'zini yemi bor beradi. O'zini yem bo'ladi. Betartikalarda sotadimi uni? Yo zo magazinlarda bo'ladi. Zo magazinda ham sotadi. Yem sotadigan joyda. Yem sotadigan joyda. Yem sotadi. har xili bor ekan. Ha. Bizmi o'zimizniki bor. Haligi ko'kmay bor. Ko'kmay. Achini bersa yaxshi yeydi. Ko'kmagini bersa yaxshi Ha, yeydi. yaxshi yeydi. Sovuq yeydi, kana bermaydi. Karampo'chaq bermaydi. Berishda quchar bo'lsa. Po'chaq, ha? Po'chaqqa Po'chaq yemaydi. kashga po'chaq yemaydi. Keyin buni po'chaqlar bersa cho't o'lib qoladi-da. Ichi o'ti o'lib qoladi, ha? Nima salqinda saqlash kerak quyonlarni. Oshto'g'imdan foydali ma'lumot. O'zini yem bo'lar ekan, sal ko'kmay bo'lar ekan, o'shandan oylar ekan. Har xil bo'lar ekanda uni ham. Ko'kmagidan yaxshiroq yer ekan. Kelaman klientlarim keldi. Oshto'g'a sudingizni bersin, rahmat. Davom etamiz. Opa siz uchun maxsus mana chiqib bo'ladi. Voy joning sog' bo'lib turdi, qarang. Jasoli kimdan ekan aka bular? Voy nech pul? Qaniga? Kimdan ekan oshto'g'a? 100 mingni? Mana. Jupi 100 ming ekan. 60 kisa bo'lmaydi. Jupini 30 dan. Yo'ndoq Barakasini bersin. Mana yana qo'ying. Qo'lni xiyoni, ha? Ko'z tegmasin. Aka nech puldan ekan bular? 250 mingdan bo'g'oz. 250 mingdan bo'g'oz ham ular, ha? 250 mingdan bo'g'oz ekan. Bu ham. Bunisi bo'g'oz, bunisi So'rg'ochi. urg'ochi. Ayo. Bular 200 mingdan. Bulari 50 mingdan. Mana ularchi kattalar. Har xil 150 ming, 200 ming. Pastagilar ham shular ekan. Mana yemi bunaqa bo'ladi akalar mana. Mana yem beringlar. Rahmat aka. Xo'sh, o'tgan videoda shuni so'rashuvdi. Keyin dakan xo'rozlar narxini so'rashdi, hozir aqqa ham boramiz. Mana cho'jalar. Hozir kimdan ekan? Xolajon nech pul bular? Tog'a nech puldan bular? Sizlardan basa bularchi? 13 mingdan. Nech kunlik kuni?
20 kunga bordi. 13 mingdan bulari 15 ming bulari 1 oy bo'lib qoladi mana akalar. Burullar qanchadan? 25 ming necha kunlik? 16-18 kunlik akalar mana. Ota telefon nomeringiz bormi? 95lik 101 41 53 aloqa chiqarasizlar. 10 tadan ko'p olganga dastavkasini kelishib, ha? Kelishamiz. Telefon qilishingizni telefon qilaverasizlar. Kelaman, kimga kerak bo'lsa 13 mingga 15 ming so'm. Bir oylik ketib qo'ygan bularcha kichkina aloqa chiqarasizlar. Barakasini bersin. 22 so'm. O'rdaydi ham olaylik, o'rdaydi. Necha puldan ekan gaplar? 20 mingdan. Necha kunlik? 1 oylik. Zotdormi, hashakimi bular? Hashak, ha? 1 oylik 20 mingdan kam bor ekan, kelaman. Qancha chiroyli bular, ha? Barakasini bersin. Bulari-chi? 250 dan kam bor. 150 mingdan, ha? Bitta xo'roz ikkitami? Olaman deyapti. 15 ta sigirasi. Bitta xo'roz, ikkita makon. Kattasi xo'roz shekilli, ikkitasi makon ekan, ha? Mash xo'rozi? Ikkitasi makon, bittasi xo'roz ekan. 350 mingdan kam bor ekan, kelar mana. 550 ikkitasini sotdik makon. 550 ikkita makon berdingiz. Mana 2026-yil 12-may sanasiga Andijon Shahrixon Cho'ja bozorida narxlar akalar mana. Ko'rsatmayman. Taglar bosib ketinglar akalar, kommentariyga yozinglar, yozinglar. Qanaqa olinglar? Nimani esdan chiqaryapmiz? Aytsalar olib ketamiz buni ham, xudo xolasa. Barakasini bersin aka. Hech puldan ekan aka bular? Bular dakan shekilliga 60 mingdan. Adler, ha? Adler sortli cho'jalar ekan. Kelar mana 60 ming so'mdan ekan. Bu dakanchi? 50 ming. 50 mingdan dakanlar ekan. Kelar mana. Danima men suvdalar 12-may sanasiga. Bularchi aka? Buna 70 mingdan. 70 mingdan. Yaxshi arzon ekan. Quvada 120 ming sotishyapti o'da. 70 ming so'mdan ekan. Kelar mana ko'rsatmayman. Na joyda ham farqi bor shekilli. Quvada 120 ming, 110 ming sotilayotgan xo'rozlar. Kelar mana ko'rishlar. Batta 60 ming, 70 ming shuna deyapman. 70 ming deyapman. Barakasini bersin aka. Ketib davom etamiz. Yana quyon. Cho'jalar. Ko'p olyapmiz o'zi bu narsalar. Yangilik qilishimiz kerak edi. Induylardan olish kerak, ha? O'g'il-o'g'limi nima? Shunaqa. Ko'rsatmayman. Nech puldan aka? Betini tushpamasini o'sha pul istiradi. Nech puldan? Qo'yapmiz, aylantirib. Nech puldan aka? 25 ming. 25 mingdan nech kunlik? 18 ming. 18 kunlik. Bunisi Ular 25 kilo 18 ming. 25 kilo 18 mingdan kelaman. Bular anaqa Andijon qoladigan, ha? 5 marta video olib o'rganib, ham yetti nomlarini ko'rsatmayman. Mana. Barakasini bersin, shef. Ketdi, davom etamiz. Ne qari? Mana mata o'rdaklar bor ekan. Nech puldan aka bular? 35 kam bor, 30 dan beramiz. 30 ming so'mdan ekan. 35 ming kam bor ekan, 30 mingdan berilyapti ekan. 30 mingdan 10 ta sotilibdi, 20 ta qoldi. YouTube. Instagramda yaxshi bu. Mana. 24 ta bolasi bilan 700 mingga sotdik. 24 ta bolasi bilan enasini 700 mingga. Yaxshi. Nomi nima buni? Sorti? Indiski o'rdak. O'zi qimmat bo'ladi. 10 kilo qiladi xo'roz. Boqqanmi? Yaxshi, zo'r o'rdaydi. Telefon nomerlaring bormi? Yo'q, mashq Xolosmi? Bo'lganda yaxshi bo'lardi-da. Ko'p odam qiziqar ekanda, 3-4 marta oladi, zo'r ko'rilyapti. Hamma yozyapti. Shu sekin olib yuribmiz. Barakasini bersin aka. Nech puldan bular? 10 etda. Hozir o'tamiz-da. Mana bunaqali o'tib qo'yganlar deydi. Aka nech puldan bular? 25 mingdan ekan, kelar mana. Bir bog'liqqa. Qani, to'xtaylar.
Mana mana sotiladi. Ayna bola sotiladi. Hech kim bor cho'chib Aka nech pul ekan mani katta? 800 ming a? Mana. Mana 800 ming ekan. Aqllashma. Davom etamiz akalar. 10 ming topdi shu videomiz. Tezroq olamiz a? Bunaqalardan oldik. Mana bularni olish kerak. Bu rang-baranglar nech puldan aka? 5000 dan. Mana. 5000 dan ekan cho'chalar akalar, rang-barang. Ranglar o'sgan. Bu nima tuxumi? 15000. YouTube'ga. Hammasi sizdanmi? Bitta narxini aytingmi bo'lmasa hammasini? Yaponchalar mo'lashni ko'radi. 250 ga beraman. 300 ming 250 ga beriladi. Bentamni makoni yo'q-a? Bundalar bor. Nech puldan? Indislarda 150 mingda 120 ming 105 ming sotyapmiz makoni. Ha? 120 mingdan 125 ming. 125 ming. 130 ming. Makonlarchi? Mo, Makonlar 200 mingdan bor. 200 mingdan dakang. Ha. Turkiya asosiy kurki bor. Asosiy kurki bo'ladi bizda. Sizda Yilon aka kurki. Telefon nomer ayting. 97lik 881 75 00 nomeriga aloqa chiqarasiz akalar. Mana hammasidan bor ekan. Kurki bor. Bu osilib qolibdi bittasi. Ikkitasi. Kurki, ha? Aloqa chiqarasiz. Kurki kerak bo'lsa kimga? Mana shu aka aloqa chiqarasiz. Nima ham bor? Hozir ham bor, ha? Aloqa chiqarasiz akalar. Yanvarda ham bo'ladi, hammaga yo'q. Bo'ldi, qishda ham, ha? So'q paytda ham. Barakasini bersin, aloqa chiqarasizlar. Bu dakang nech pul? Qora aka, assalomu alaykum. Nech pul ekan? 300 ming ekan. Urishib keyin. Ayog'ini ichib yubordingmi? Narigi istaymiz. Buni nech pul ekan bular? O, naryoqda ham bor ekan bozor, shu. Dakang bo'lsa bir bo'lsa shahar akalar. Baqa o'tgan safar bordik-ku. Uyalar qaranglar, uyalarni. Sotib olaylik. Qaranglar akalar. Stollar, inlar, uyalar. Ko'st emas. Zo'r ekan endi. Nimani? Ketdi. Videoni qatirib turamiz, nariyoqqa o'tib olaylik. Keldik mana Dakin qatorga. Akalar Dakindan so'raganlarga. Mana cho'ja turibdi. Assalomu alaykum. Nech pul ekan aka? 1,5 million. 1,5 million ekan. Akalar mana ko'rsatmayman. Mana shunaqa xo'rozlar bor. Makoni qancha buni? 400 ming kam. Buni nech pul baho qilishdi aka? 600 ga bermadingiz. 1,5 million baho qilayotgan 600 mingga berilmabdi akalar. Cho'ja bozorida barakasini bersin. Assalomu alaykum. Nech puldan ekan bular? 250 ming Dakin. Dakin makonlar 250 mingdan ekan. Barakasini bersin. Mana cho'jalaridan. Makon ekan, bu xo'roz ekan. Bu ham xo'roz ekan. Nech puldan ekan aka bular? Uchovi 400 ming. Uchovi 400 ming. Nech pul so'rashdi? Ikkitasiga 200 ming so'rashdi. Bitta makon, bitta xo'rozga 200 ming so'rashdi. Makonlar, cho'jalar mana shunaqa akalar. Zalatga chiqadi mana shu. Zalatga. Barakasini bersin aka. Dastlabki berasizmi telefon nomerini ayting. Barakasini bersin. Mana endi cho'jalar. Nech puldan aka bular? 6tasiga 1,5 million narx ekan. 6tasiga 1,5 million. Dakangda. O'zlaring yozdiring, mana kelib olyapman akalar.
Laglar bosib qo'yinglar. Rahmat aka. Bular ham sizdanmi? Oshto'g'a nech puldan bular? Bilmadim men. Nech pul bu? 500 ming kami bor. 500 ming kam bu. Cho'ja 8 oy. 8 oylik cho'ja ekan 500 ming kam bor ekan. Kelar mana pulni qaranglar. Voy joning sog' bo'l. Baragasini bersan oshto'g'a. O, nada urushtirishadi shekilli. Voy muzalasiga hali turishning. Joning sog' bo'l. Puxlari ham juda ishlangan ekan. Oshto'g'a nech pul ekan? 1 million. Telefon nomer ayting. Telefon nomer. Shep telefon nomer ayting. Telefon nomer ayting, telefon nomer. 93lik. 480 52 50 ya? 57 57. Qiziqali aloqa ish qurasi, oxiri 257. Turdi qaranglar, voy joning sog'. 1 million so'm kam bor ekan. Xo'rozda originali mana akalar. Joning sog' bo'l. Haqiqatda bor. Pixt qaranglar, pixini qaranglar akalar. Pixt qaranglar. Voy joning sog' bo'l. Zo'r xo'roz ekan. Qiziqqanlar sirazi aloqaga chiqinglar akalar. Sodilik etmasdan. Bu nech pul oshto'g'a? Bu ham 1 million so'm kam bu. Bu ham cho'za endi bir to'lay bo'lyapti ekan, kelar mana. To'lakka yaqinlashyapti. Bitta maroni solingchi. Baragasini bersin. Sho'r ekan mana. Ular mana ko'stingmasin. Shunaqa akalar narxlar. Hozirgi kunda 2026-yil 12-may sanasiga Cho'ja bozorida bo'ldi akalar. Videoni kuzatib borgan hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishni kutib qolamiz. Like'larni bosib, xato kamlik nuqsonlarimiz bo'lsa, yozib ketinglar. Keyingi safar to'g'rilashga harakat qilamiz, xudo xolasa akalar. Rahmat hammaga, sog' bo'ling, salomat bo'ling.